Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabıdaki dersimizin devamında bugün iman hakkındaki kitabının tüvendeki babını okuyamiz. Bu babda Peygamber aleyhissalatu vesselam'daki sözden nakil ediplam şunu bab kılıp belgilепті İmam Bukhari rahmetullahi aleyh. Bu babda Peygamberimiz şundaq deydi: din nasihattir. Kim üçün degende Allah üçün, Peygamber üçün, bütün Müslümanların imam rehberler üçün, umumüzlük Müslümanlar üçün dedi. Bu hadis nämde beyt üçün manasını teximo. Kur'an'dan delil kelipdi. Estaizu billah. Ular Allah ve Allah'ın Resuluğa ihlas kılışıdı degen ayet. Sure Tevbe'ninki 91. ayette. Hem undaq da bu din nasihattir degen nima degen gap? Hem nasihat kelimesininki Arapninki asli lug'atida ikki xil ma'nosi bor. Biri jingni bilan tikilgan narsani ko'rsatadi. Yana birisi asalni suzgan holatni ko'rsatadi. Undaqda ikkilisi bir-biri bilan munosabati va bog'lanishi va ma'nolar. Jingni bilan kiyimniki yomiqini, yutqiyalarni yomag'anga o'xshash. Din orqali bir inson o'zining yoki qarindoshiniki kamchilikni, aybni to'liqlab mukammallashtirib ma'du degan ma'noni ifodalaydi. Shunga din nasihatdir dedi. Ya'ni yoki mukammal bo'lmoqdir degan bo'ladi. Va yoki ikkinchi ma'nosi masalan asalni suzish ma'nosi. Bu ma'nosi bakrak gavdlik bu yerda. Mush ma'no muhim. Undaqda bu ixlos, samimiyat degan ma'noni bildirdi. Undaqda bu aldamchilik, gollamchilikqa qarshi bir ma'no. Demak, din nasihatdir degan gap dinning umumi hamma narsa, umum jihatdan din yoki dinninki hamma faoliyatlari ixlos demakdir, samimiyat demakdir degan bo'ldi. Biz bu ma'noni texmo yaxshi tushunish uchun bir hadisning o'zidan bir o'qib boqaylik. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bu 57. numaralı hadisi şundaq dedi. Bizge Musaddad hadis sözlep bergen idi dep. Bu İmam Bukhari'ninki ustazı idi. Musaddad ibn Musarhat degan nom bilan mashhur başta o'tdi. Bu kishi bizga Yahya hadis sözlep bergen idi dedi. Bu kishining tarjimalari o'tdi. Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Yahya İsmail'den hadis sözlep berdi. İsmail'ning ismi İsmail ibn Abi Khalid el-Bajali. Tabi'in. Bu kishininki tarjimalari başta o'tdi. Hem de İsmail dedi bana Qays ibn Abi Hazim hadis sözlep bergen idi dedi. Hem Qays ibn Abi Hazim bu kişinin tercümanı başta ötmedi. Bu kişime özü Beceli kabilesinden. Cahiliyette yaşayan Peygamberimiz beyat kılımız hep kelgen vaqtida yo'lda tutup qalgan. Şunun için bu Resulullah'la görüşüş şerpe erişemegan. Hem de dadısı sahabe bu kişinin ayette köp sahabalardan hadisdan çıkan bulapmı? Cennetle bişaret birligen 10 sahabı var. Şular emirse bu kişininki ustaz oldu hem de. Bu kişi 84 yak 87 yılda ölüp ketkenlik hatırlangan. Bu zat hem de Cerir ibn Abdullah'dan hadis bayan kılıvatı. Cerir ibn Abdullah el-Beceli. Bu kişi mi özü Beceli kabilesinden. Aynı vaktiki ait dağınık komandalardan Kupide yaşayan şu Qarqisiya degan jutqa şu yerda tug'anda. Bu jotmu şu Irak chegara qildigan hozirgi Suriyaning ichidagi zemin hamda kichik bir yezi qishloq noydek urullar. Şu yerdagi ayni vaqtdagi amirlar ham bu yerda. Bu odam 51-yili o'lib ketgan. Bu odamniki islom qo'shgan tuhfalari nihoyat zo'r. Mayli sahobalar davrida bo'lsin, xalifalar davrida, mayli undan burun bo'lsin. Ilmiy jihatdan qo'shgan tuhfalardan bu odam o'zidan hadisi bor. Ummatga miros qoldirib ketgan. Bu kishi Peygamberimiz o'lib ketgan vaqtlarda yaqin kelib Resulullahning huzurida sahoba bo'lish sharifiga erishgan, Resulullahga bayat qilib musulmon bo'lgan. Ba'zi rivoyatlarda Rasululloh o'lib ketishdan 40 kun burun musulmon bo'lgan degan rivoyatlar bor. Mush ummatniki Yusuf deb nom olganki, chunki qamlashgan, chiroyli odam ekan-da bu ayni vaqtida. Bu zat deydi hamda Peygamberimizga sallallohu alayhi ve sellemga men bayat berdim, ya'ni va'da berdim dedi. Namoz o'qishga, zakat berishga, qolgan ma'lumotlarni haj, masalan, roza, qolgan ibodatlarni bayon qilmadi. Bu ma'lum bo'lg'achqa o'zi uqqan bo'lishi mumkin. Yana birisi har qanday musulmonga men ixlos qilishga, samimiy bo'lishga men bayat bergan edim dedi.
Şunun için bu Jarir ibn Abdullah Peygamberimizdeki muşu belge vədisiga vafo qilish uchun ta ölüp ketgan kadar hem bu kişinin soğudu ile alakalı da hem de turmuş bir narsa setib olsa yoki satsa shu oldidagi xaridarga deydikan men senda olgan narsam eng yaxshi narsa yaxshi o'g'och oldim mening ma bergan sana pulumdan sening ma meling haqiqatan yaxshi sen xohlasang melingni qaytarib olsang bo'ladi deb her bir odamga hatto shu so'd setiq ishlardan tortib o'zining shaxsiy manfaatidan kechib turib shu kishilarga samimiy bo'lib kelgan ekan. Hatto bir qatimliq bir so'dada o'ziniki bir xizmatchisi shu zamonniki pulga hamda 300 dirham yoki dinardek pulga hamda bir ot setyapti-da. Ham bu dongli qo'mondan urushning beshida turadigan odam bu davomli. Uning ustiga bir tarafdan Persiya, bir tarafdan Rim, bo'libmi Rim tarafdan bekrak tahdidga uchrab turadigan. Shunga otlardan aytdi yaxshi saqlamasi bo'lmaydi. Bir ot setib olgan ekan ayni vaqtida 300 şu an bu 300 gamda. O otni elib kelgandan keyin egisini bile boshlab kelibdi, pulni oldiga topshirib, qarsa otna puzur. Har jihatdan yaraydi-da otamda. Shundan bu odam debdiki otning egisiga. Eting haqiqatan bek yaxshi ekan. 300 ga bek azam bo'lib qopdi. Men sana yani pishki beray deb 800 dirham pul bergan deydi. Yoki 8 dinar ham shu vaqtniki pulga. Demak, shu sahobalar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan qandaq bir hadisni bevosita anglagan bo'lsa, imkon qadar shu hadisni ro'yiga eslagan holatda shu orqali Allohning jannatini, Peygamberning rizoligini, Allohning roziligini ko'zlab, shunga amal qilib o'tib ketgan. Buni turmushniki hamma qatlamlarga, faqat ibodat tarafdan emas, bu ijtimoiy turmushlardami bo'la amaliy hayotni ko'z tutib mangan. Bizniki zamonimizda hozir kam bo'layotgani shu yani samimiyet, ixlos, meyli ijtimoiy munosabatlarda bo'lsin, meyli qarindoshlik aloqalarimizda bo'lsin, meyli savdo setiqlarimizda bo'lsin, samimiyet, ixlosni aytdi, kemib ketdi. Bu jihatda biz bek kambag'al. Hamda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bu nasihat, ya'ni bu ixlos haqidagi bobni keltirib, ya'ni buni ikki hadis bilan betgan. 58-numurlik hadisda bizga Abu Nu'man hadis so'zlab bergan edi deydi. Abu Nu'man İmam Buxori'nin ustazi. İsmi Muhammed ibn Fayz el-Sadus el-Basri namı bilen. Yani Arim namı bilen meşhur. Arim esli nayet bek buzgunçi, açkız, yaman, naçar degan bir gepken. Emniyet bu lakam bilen qandaq nemiş bundan atılıp kaldı bilgilenmeydi. Ama bu adam özü bunda naçarlıktan, yamanlıktan hali yırak adam. Lekin şunu yaman, naçar lakam bilen atılıp kalganken. Yani Abu Nu'man el-Arim namı bilen. Bu kişi Abdullah ibn Mübarek qatarlıq nurgun kişilerde okugan. İmam Buxari bu kişi okugan. Hem de ulamalar bu kişide baha bergan vaqtida oxirgi ömürde bu adam sel gepni chilib qo'yatdi, sel aqli, sel tövellab qolgan. İlishtirib qo'yatdi dedi rivoyat qilgan vaqtida. Shuning uchun shu xotirasini yo'qotishdan burungi rivoyatlari sahih, keyingi mezgildagi rivoyati sahih emas deb qaragan. Bu adam undaqda 214-yildan burungi rivoyatlari sahih ekan. Chunki shu vaqtda oxirgi umrlarida bu adam sel aralashtirib qo'ygan bo'lgan ekan. O'zi 224-yil o'lib ketgan. Bu adam dedi bizga Abu Awana hadis so'zlab bergan edi dedi. Abu Awanning ismi biz boshda o'tdik, Vazah ibn Yashkuri. Bu adam dedi Ziyad ibn Alaqa degan kishidan rivoyat qildi. Ziyad ibn Alaqa ibn Malik al-Tha'labi bu kishi Jarirdan anglagan. Jarir degan Jarir ibn Abdullah al-Bajali boshda o'tdi tarjimali. Nurgun sahabalarning shogirdi bo'ldi. Bu kishi o'qigan nurgun tabiinlar va masalan Sulaymon ibn Amash qatorliq kishilar. Endi ulamalar baho bergan vaqtida o'zini ishonchlik degan bahoga erishgan ki, bo'lib Yahya ibn Ma'in shunday degan. Bu odam 125-yil o'lib ketgan. Bu odam o'ziniki shu chas saqilini qorga bo'yaydi ekan. O'zi katta muhaddis, hadisshunos, lekin shu qorga bo'yaydi ekanda, balkim buni to'g'ri deb qaragan bo'lishi mumkin. O'zing hadis qarta tushirishda. An bu zot dedi, men Jarir ibn Abdullohdan anglagan edim dedi. Mughirah ibn Shu'ba o'lib ketgan kishi shunday degan. Mughirah ibn Shu'ba Peygamberimizin büyük sahabelerden, Arap ichidagi ayni vaqtda o'tgan nayet dağınıq, zeki, dahilerden.
en zirek sahabe. Bu kişi nurgun emel tutkan 4 halife devirde, Muaviye devirde. Muaviye'ninki zamanısı ölüp ketken Hicriye'nin 50. yılı. Şu Kufi'ninki emiri süptü ölüp ketken. Yani şu ölüp ketken günse hem de matem murasimida bulavatkan gepte bu adam. Orundan turup hem Jarir Allah'a hamd sana aytip dedi ki yek yegane bolgan şeriksiz Allah'tan korkunglar. Sizlerine temkin salmak bulunlar dedi. Sizlerge bir emir kelgen kadar, yeni bir emir kelgen kadar. Hazır sizlerge yeni emir keldi dedi. Hem de her qanday bir padişah yak vali emir ölüp ketken vaqtida çokum u yerda bir siyasi davalgıç boludu. Belki inqilab bolduğu boludu, nurgun kan tökülüşlerge sebep boludu. Bunun üstüge Irak'ta aynı vaqtida nəhayət siyasi davalgıç iğir vaqtlar. Ali taraftarları deyimiz, Zubeyr taraftarları deyimiz, Muaviye taraftarları deyimiz. Bir taraftar Rimninki təsiri var mesela çün. Şunun için bu undaq bir vəziyyətdə hem de salmaq, temkin bolışını tavsiye qılıbdı da. Andan o gemi depolap yana mundaq dedi Jarir ibn Abdullah el-Bəceli. Emirinlardan yani əfu talep qılınlar. Yak onu keçirib tutunlar. Yak onu istiğfar talep qılınlar. Ya Allah'dan bir əfu talep qılınlar. O hakikaten əfuni yaxşı gördüğün adam idi dedi. Çünkü dünyada insan qandaq bir güzel ahlak bilen öz güzellengen bolsa, şunu özge bir güzel adet qılıp tutkan bolsa, şundaq bir adetler bilen ahiretdimi yoki kişiler tarafından şunu bilan mukofotlandı. Mesela başkalarına hürmet qilganda hürmetga erishidi. Mesela başkalarına əfu qilgan vaqtida əfuga erishidi. Yani bu əfu yani xalq tarafidan ya kişiler tarafidan erishilmagan taqdirdami Xudo tarafidan əfusi qarta əfuga erishidi bu adam. Çünkü her qanday bir amel özün qilgan ishidan boshlanadi. Shuning bilan mushkam depolab oxirida mundaq dedi. Endi xulasi kalam men endi bu o'ziniki bu so'zni bu yerda bir yana bir qatlam bir beytivatida endi dalilaklish orqali men payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki huzur muborakka borgan edim dedi. Shunlar Rasulullohga ya Rasululloh men sizlarga bir islomga bayat qilaman, yani musulmon bo'lib sizlarga va'da beraman degandan payg'ambar menga shart qilib qo'yib oldi. Bayatingni olma, ammo shartim bor demoqchida. Har qandaq musulmonga sen ixlos qilsa, samimiy bo'lsa dedi. Shuning bilan payg'ambarimizga mush va'da asosida men bayat bergan edim. Mushu masjidning parvardigori bo'lgan Alloh bilan qasamki, haqiqatan men sizlar uchun samimiyman, ixlos qilaman deb ondan istig'for etib munbardan tushdi dedi. Chunki endi Jarir ibn Abdullah mush Mughirat ibn Shu'ba o'lib ketgandan keyin bu yerda bu odam o'zi amir bo'lgan. O'zining amirligini jakalash asosida o'zining mush payg'ambarimizniki so'ziga qarta hamma atrofdagi musulmonlarga o'rtaq muomala qildigan, ya'ni adolat bilan, ixlos bilan, samimiyat bilan muomala qilganligini bu yerda eskartib o'tgan. Bundan degani hamda meniki so'zim dunyoviy maqsadlardan yoki turli g'arazlardan yoki bir odamga yantayoq bo'lib qildigan yoki masalan bakrak menga podoq ko'targan yaloqchiga boshqacha yoki menga boshqacha qaramayman. Faqat hammasiga o'xshash qarayman, lekin samimiyat bilan, ixlos bilan qarayman deb shunaq deganda. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.